Bütün Dünya Tatar Kongresining Oqsoqollar Şurasi raisi Rauf Ağa Hasanov kelgan xalqqa Mavlud oyi qoidalari haqida сөйли. Yashirin botirin tugul bit. Hali bugun kubimiz onun tertibini tugul, Mavlud oyining ne ekanini de bilmayali. Albatta, bu g'ayib tugul. Bizni bir dista yillar bo'yi boshqacha tarbiyaladilar. Mavlud bayrami narsa ol? Peygamberimizning turmushin iratna turgan bir chora. Nindigina shirlar ham yillar bo'lmasin, Chuvashton tatarlari abi bobolarimizdan qolgan yo'lovlarni o'tib, bayramlarini o'tkazib kelganlar. Avullarımızda, şehirlerimizde bu bayramlarını biz ütkərib turabız. Hem de her bir yurt etsin bu bayramını ütkəri ol big zor savabqa ya bulatırgan iş. Meşet imamı, usta uyushtiruvchi ham shahar tatarlarini birlashtiruvchi Minqodir Hazrat bugungi sharoga Qozondan din bilgichlerini, g'alimlarini chaqirgan. Ular arasında Tataristonning xalq artisti Ming'il G'aliyev da bor. U kelgan xalqni motor tovushi bilan munajat aytib suqlandirdi. Qora birim qora yerga kirarman deyib yolg'iz birga solih qillar orasidan uran bir Xudoyim bizga. Bugungi bayramda munajat aytuvchilar boytoq bo'ldi. Qozonning Opanay masjidi qarshısında ko'pdan tug'ilgina bir necha xotin-qiz bayit munajat aytuvchilardan Opanay opalar degan turkum uyushtiradilar. Bugun ular Yangi Shabaqsarda. Yangi Shabaqsarning o'zida da munajat aytuvchilar ko'p. Shularning birisi Raylapa Rajapova. Biz munajatlar ataydi kerakli mana o'zimizga kerakli duolarni ataydi. Yoki vaqtda shunga ko'ra meni avining o'zining salati menga da berilgandir deb o'ylayman. Qozonning Opanay masjidi imom xatibi Niyaz Hazrat Sabirov bildirgancha, bugun yoshlarni traditsion islom dini negizida tarbiyalash eng zo'r bo'lish bo'larga tegish. Bugun biz Şiit adatlarının yığıntısını görəbiz, yaşlarımız naşar yollarga kirib gitmesi için Mavlid meclislerini ütkərgə kerak. Peygamberimiz turunda, onun görkəm ahlakı turunda, onun görkəm amelleri turunda sizlere kerak. Yaşlar da köp geleler, yaşlar bile birgelep, onlarını mescidke cəlib etməkli biz. Onlar üzlərinin işlərini biz özümüzün içinə bitməkini tezimiz. Özümüzün bağlarımızga, anıqlarımızga nəstə qaldırğanını şularını bilməkli biz. Sözdə yox. Yangi Shabaqsarda Minqodir Hazrat tilini öyrənu, dinni hem oila qiymatlarini saqlab bo'yicha aytib bitirgisiz zo'r ish olib bora. Minqodir abiga Allah rahmeti olsun, ona yardımcılarına Allah rahmeti olsun. Şimdi Allah Ta'ala kuvvet, millet kuvvet versin. Bik aşağıda, bik mülayimler, bütünüsü de köngülge istep turdu, onların yüzleri de. Şuşundağı halkka iskit geçmene, kişilerin edibetiminde, meşidinin nurlarına, kişilerin bu münecat etülerine edibetiminde bik şunda motor istelikli xatireler köngülde kaldı. Minqodir Hazrat uzoq yillar davomidagi ishchanligin respublika yetakchiligida yuqori bayladi. Аңа Chuvashton Davlat Sovetining maqtov gramsi topshirildi. Mavlud bayramına bağışlangan chora har vaqtdagicha osh majlisi bilan tamomlandi.